Hozirda Munisa Rizayevani trendga chiqqan qo'shig'iga olingan klipdagi Men senga ham, akamga ham yaxshilik qildim. Raqqosaman, kim ham menga uylanardi deb yurarmiding? Senga hech kim uylanmasdi. Akam esa qarshi emas. Baxtli bo'linglar. raqqosalar yaxshi hayotga, yaxshi turmush o'rtog'iga noloyiq degan fikrda olingan klipga o'zimni fikrlarimni bildirib ketmoqchi edim. Nimaga endi bu klipda raqqosalarga tosh otilgan? Nimaga endi bu yoqda bu klip ichida raqqosalar yaxshi hayotga loyiq emas, yaxshi turmush o'rtog'iga loyiq emas deb bu fikr ilgari surilgan? Nima uchun bu klipda raqqosalarni yomon otliq qilingan? Nima uchun bu klipda raqqosalar yerga urilgan? Hech kim hech qaysi kasbda yerga urishga, u kasbda ishlaydigan insonni hurmatini, e'tiborini, g'ururini poymol qilishga hech kimning haqqi yo'q. Shu klipda yerga urilgan raqqosalarni qanchasi oilasini, farzandlarini, kerak bo'lsa katta dargohlarda qaynini, qaynatalarni eplab odam havas qiladigan darajada ayol bo'lib yashayotganini hammamiz bilamiz va ko'rib kelamiz. Bu sohaga o'zimni ham qarashim borligi uchun, bu sohada o'zim ham borligim uchun bu klip menga juda yomon ta'sir qildi. Zero bu sohada ishlayotgan paytimda men ham qaynini qaynatali katta hovliga, dargohga kelin bo'lib tushganman va hozirda kichkina qizchalarga raqsdan dars beraman va bundan faxrlanaman. Klipdagi qilingan xatoni bartaraf qilasizlar degan umiddaman. Bu videoyim kerakli joyga yetib borishini xohlardim va klip mekerlardan, san'atkorlardan va ssenaristlardan hech qaysi bir kasbi yerga urilishiga boshqa qo'l urmasliklarini xohlardim.